Funksional ovqatlanish uchun mo'ljallangan nonning yangi turlari, funksional ingrediyentlar va ularning kompozitsiyalari asosida yaratilgan bo'lib, ular non bulka mahsulotlarining sifati hamda biologik qiymatini oshirish, ta'mini yaxshilash, bir qator xastaliklar xavfini bartaraf etish, oldini olishga imkon beradi. Funksional nonimizni o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, uning tarkibida kunjutimiz yetarli miqdorda mavjud. Kunjutni ma'lumki, eski qadimiy ekinlarimizdan biri bo'lib, uning tarkibida yetishtirish joylariga qarab 60% gacha yog', 20% gacha oqsil va 16% eruvchan uglevodlar bor. Bundan tashqari, kunjutning urug'lari tarkibida omega 3 va omega 6 yog' kislotalari hamda antioksidantlardan tokoferol yetarli miqdorda bor. Ular tokoferolni antioksidantlik xususiyatini uzaytiradi, keyin qarish jarayonini sekinlashtiradi, hujayra membranasiga va hujayrani qobig'iga o'rnashib olib, hujayrani mustahkam qilishga yordam beradi. Yana bitta narsani ta'kidlash lozimki, tarkibida 12 ta vitamin va 25 tadan ko'proq mikroelementlar aniqlangan. Masalan, kalsiyga bo'lgan insonning sutkalik ehtiyojini taxminan yarmini mana shu funksional non hisobiga olish mumkin. Demak, kalsiy bilamizki, hujayraning ichki menejeri bo'lib, barcha metabolik jarayonlarda boshqaruvchi agent sifatida ishtirok etadi. Hujayra membranasining o'tkazuvchanligi, hujayrada boradigan biosintez va parchalanish jarayonlari albatta o'sha kaliy va kaliyga bog'liq bo'lgan boshqa moddalar hisobiga amalga oshiriladi. Hozirgi vaqtda funksional ovqatlanish nazariyasi keng targ'ib qilyapti. Buni asosida aytaylik, turli diyetalar, parhezlar, aslida masalan tabiiy ravishda yetkazilgan, tabiiy ravishda o'stirilgan va kam ishlov berilgan mahsulotlardan ko'proq foydalanish kerak. Masalan, mana shu yangi taklif qilinayotgan tayyorlangan funksional non mahsulotlaridan. Bularning tarkibida yetarli miqdorda ozuqa moddalari va nutriyentlar mavjud. Mo'jiza funksional non bulka mahsulotlarini ishlab chiqarishda bug'doy unidan, jabdar unidan, shu bilan bir qatorda funksional xomashyolar tarkibiga kiruvchi makka jo'xori unidan, bug'doy kepagidan va shu bilan bir qatorda kunjutni sut holatiga keltirib, sigir sutidan foydalanib ishlab chiqarilgan. Bundan tashqari bu mahsulotimiz tarkibiga shirin ta'm beruvchi steviyani barglarining ekstrakti va eritropol nektarining noyob aralashmasidan ishlab chiqarilgan. Bu mahsulotlarning hammasining tarkibiga birinchi navli vitamin, mineral aralashma bilan boyitilgan undan foydalanib ishlab chiqarilgan. Bir guruh malakali shifokor, biolog, texnolog olimlar tomonidan xalq genofondi millat salomatligi yo'lida O'zbekistonda birinchi marta funksional mo'jiza nonlari hech qanday sun'iy qo'shimchalarsiz tabiiy xom ashyolardan tayyorlandi. Profilaktik, parhezli xususiyatlarga ega bu nonlar yurak-qon tomir, kamqonlik, kalsiy yetishmovchiligi, ortiqcha vazn to'plash, qandli diabetning oldini olish, sog'lom ovqatlanishga rioya qiluvchilar, bolalar, homilador hamda keksalar organizmida oson hazm bo'ladi. Mo'jiza nonlarini Qadrdon non savdo va Toshkent shahrining do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Telefonlarimiz 97 kodi bilan 774 74 14, 728 67 28, 90 kodi bilan 990 69 77. Mo'jiza nonlari, dasturxoningiz ko'rki.